Hammamiz bilamiz, hozirgi kunda Jack kompaniyasi O'zbekistonda ham tobora rivojlanishni boshlanmoqda hamda o'zini yangi modellarini ham ana endi Toshkentda biz sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Hozirda biz Jack tomonidan kattagina zavod ochilayotgan joyini o'zida joylashganmiz hamda bu yerda har xil turdagi modellar bor. O'shalardan bizga bitta qiziq bo'lib ko'ringan modeli aynan mana shu bo'ladi. Jack tomonidan ishlab chiqarilgan minivan desak bo'ladi. Buni bemalol hech qanaqa mikroavtobus emas. Bu biznes klassda ishlatiladigan minivan hisoblanadi hamda nomi Jack RF8 deb nomlanadi. Ushbu avtomobil 7 kishi uchun mo'ljallangan. Ya'ni siz kattaroq crossover sotib olganingizda aynan shunaqangi mashinaga o'xshab, masalan 7 kishi ketsangiz, bunda ham xuddi shunaqa. Bunga siz 911 kishi sig'dirsangiz ham bo'ladi aslida. Lekin bu avtomobil komfort uchun ishlab chiqarilgani uchun bunda 7 kishi uchun mo'ljallangan hamda ikkita bunda katta kapitanskiy sideniyalari bor, massaj, abdu va bagrev hamma narsasi mavjud. Buni ham hammasini ko'rib o'tamiz. Xo'p, ushbu avtomobilni eng asosiy joylaridan birini aytadigan bo'lsam, avtomobil 2 litrlik turbo dvigatel bilan jihozlangan hamda 253 ot kuchiga ega. Mana shu gavdasi uchun menimcha kuchi yetarlicha darajada bo'ladi. Avtomobilning maksimal tezligi esa kitobida plus minus 200 km/soat ni tashkil etishi yozib o'tilgan. Xo'p, mashinani g'ildiraklarini ko'ryapsiz. Hech qanaqangi bunga yangi diska qo'yib tuning qilib o'tirishingiz ham shart emas, agar xohish bo'lmasa, chunki o'zining diskasi ham juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Hamda R18 radiusli bunda g'ildiraklar joylashtirilgan. Hamda o'zingiz ko'rib turibsiz, Jackni yangicha logotipi aynan mana shu avtomobilda ham uje ishlatilishni boshlagan. Xo'p, mana shu avtomobilni o'zingiz tashqi dizaynini ko'rib turibsiz. Adashmasam buni uzunligini siz taxminan Kia Carnival bilan bir xil deb hisoblasangiz bo'ladi. Kengligi ham deyarli shunaqa bo'ladi. Avtomobilda kerakli funksiyalardan nima bor? Deyarli hamma narsasi bor. Ya'ni 360 gradusli kamera deysizmi, slipoy zona deysizmi, xullas hamma narsasi bor. Tashqi tarafda aylanib ko'rib chiqadigan bo'lsak, mashinani ko'rib turibsiz, ikkala tarafida ham mana bunaqangi eshiklari bo'ladi. Bitta katta eshik bo'ladi, orqa taraf uchun mo'ljallangan. Bularni ham hozir sizga ochib ko'rsatamiz. Orqa g'ildiraklar bilan oldi bir g'ildiraklarning razmerlari bir xil bo'ladi. Orqa ko'rinishi esa mana shunaqangi ko'rinishga ega. Mana Jackni yangicha logotipi uje bu mashinada ishlatilishni boshlagan. Xo'p, avtomobilning bagajini ochib ko'rsatamiz. Avtomobilning bagaji unaqa katta bo'lmaydi. Aslida, agar siz bu yerda 7 kishi bo'lib ketaman desangiz, bagaji mana shu ko'rinishda bo'ladi. Agarda siz mana ko'rib turibsiz, buni qo'shimcha o'zining jihozlari, domkratlari, hamma narsasi bor bo'ladi. Agarda siz 7 kishi bo'lib emas, masalan 4 kishi bo'lib qatgadir ketmoqchi bo'lsangiz, bu mashinada bemalol orqa tarafdagi mashinalarni yotqizib qo'yib, kattagina bagajga ega bo'lgan avtomobilni komfort bilan haydab ketsangiz bo'ladi. Eng asosiy joyi shu. Eng asosiy joyi mana shu yo'lovchilarga komfortni yaratib berish. Avtomobilda boya aytgandek 360 gradus kamerasi bor, hamma optikalari LED bo'ladi hamda o'zini ko'rinishi ham masalan nima deydi, jozibador. Oddiygina minivan ko'rinishi emas, o'zini boshqacha klassdagi avtomobilni tashqi ko'rinishidan ham bemalol bilib olsangiz bo'ladi. Hamda avtomobilni benzin quyadigan joyi ham mana shu yerda joylashgan. Boya aytib o'tganimdek, bu mashina 2 litrlik turbo dvigatel bilan jihozlanganligi uchun bunga kamida yaxshi 92 dan quyishingiz kerak. Bo'lmasa, tinchgina 95 dan quyib yurasiz hamda avtomobil sizga zo'r xizmat qilib beradi. Xo'p, mashinani keling endi birinchi o'chirtda haydovchi tarafdan bitta ko'rib chiqamiz. Ko'rib turibsiz, besключевой достуp bu yoqda ham, narigi tarafida ham mavjud. Mana mashinani eshigini ochyapman. Rangini ko'rib turibsiz. Rangi to'q ko'k rangda ishlangan mashinani. Mana mashinani ichiga ham o'tirib oldik. Bu yoqda qulayliklariga keladigan bo'lsak, haydovchida multifunksionalni rul bo'ladi. Ya'ni siz cruise kontroli bor. Bitta dona shu knopkani bosish orqali bitta tezlikda bemalol ketsangiz bo'ladi. Hamda multimedia boshqaruvlari ham mavjud. Xo'p, mashinani kalitini bu yoqqa qo'yib olamiz. Xo'p, bitta zavat qilib ko'rsataman. Start stopda albatta ishlaydi. Eshikni yopaman. Agar ko'zga tashlanayotgan bo'lsa, mana bitta o'zini yashil podsvetkasi ham bor. Ana chiroyli bo'lib yonib turibdi. Polni mashinani ichida to'liqligicha yashil podsvetka, mana shunaqangi o'zini podsvetkasi bor. Ranglarini ham adashmasam o'zi yotsa bo'ladi. Ruli mana shunaqangi ko'rinishda bo'ladi. Tablosi zamonaviy, monitori ham ko'rib turganingizdek zamonaviy bo'ladi. Hamda mana ko'rib turibsiz, bemalol monitorni ishlatib, CarPlay'larni, telefonlarni ulab ketsangiz bo'ladi.
Xo'p, avtomobilda albatta 4 ta oynalar avtomatiskiy, bu yoqda sentr zamok hamda bokovoy oynalarni regulirovka qilsangiz bo'ladi. Bu yoqda qo'shimcha deflektorlar hamda avtomobilda uxlab qolishga qarshi datchik ham bor ekan. Xo'p, bu yoqda klimat kontrolini boshqarish uchun o'zining knopkalari joylashtirilgan. Беспроводной зарядка, ventilируемый hamda mana bu shaybaga e'tibor berasiz. Bu shayba emas, adashdim, rechak, skorost o'zgartiradigan rechakka e'tibor berasiz. Juda ham noodatiy ko'rinishga ega. Xo'p, buni neytral holatga olib kelish uchun mana shunaqa ko'rinishda bo'lar ekan. Bu yoqda ikkita podstakannik hamda mashinani eshigini ochish uchun hamda mana multimedia ovozni baland-past qilish uchun o'zining anulari bor, joystiklari bor. Hamda mana bu narsa juda ham zo'r bo'lar ekan, ya'ni mashinani eshigini ochish uchun shunaqana bitta bosasiz, mashinani eshigi avtomatik tarzda ochiladi. Mana shu narsani ham men aytib o'tmadim. Ikkita eshigi ham avtomatik tarzda ochiladigan bo'ladi hamda bu avtomobilga yanada bogatiy vidni berib turadi. Xo'p, avtomobil ko'rib turibsiz, to'liq mana shunaqangi qanaqadir kul rangga o'xshash bo'lgan rangda nima deydi? Koja zaminитель bilan ishlangan albatta. Ko'pchilik buni koja deb chiqadi, lekin albatta ko'p mashinalarda nappa koja ishlatiladi. Xo'p, bu yoqda ko'rib turibmiz barlarini. Barni ichida hech narsa yo'q. Shundoqqina mana katta ochiladigan bari bor o'rtada. Обогрев, abduv sistemalari sidenasida mavjud. Mashinadan bitta o'chirib, kelinglar endi orqasiga o'tamiz. Orqasida boya aytganimdek, boya ichkarida knopka orqali ochsa ham bo'ladi eshikni yoki bo'lmasa eshikni bitta tortish orqali avtomatik tarzda eshiklarni o'zi ochiladi. Hamda mana eng asosiy joyi, ya'ni mashinaga imенно biznes klassligini bildirib turadigan joyi aynan mana shu kapitanskiy sideniyalar hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, bemalol agar orqada yo'lovchilar o'tirmaydigan bo'lsa, shundoqqina olasiz. Sideniyani orqaga surasiz. Bemalol yotib, oyoqlarni cho'zib ketsangiz bo'ladi. Kerak bo'lsa, mana bitta atamankasigacha hamma narsasi ko'tariladi. Eng qizig'i, mana shu sideniyada siz yozdami, qishdami o'zingizni to'liq komfort his qila olasiz. Chunki bu sideniyada ham обогрев, abduv qo'shimchasiga esa eng zo'r narsasi massaji ham mavjud. Ya'ni mana bu bitta dumaloq knopkani bosish orqali shundoqqina bitta bosasiz, bu orqadan sizga zo'r qilib mashina massaj qilib turadi. Bu narsani qayerdan boshqaraman desangiz, massajni mana shu yerdan boshqarasiz. Ya'ni mana bu knopkani bosish orqali sideniya regulirovkasi ham mana shu yerda joylashgan. Massaj, abduv, обогревlar hammasi mana bu tepa qismda joylashgan. Bu yoqda siz qo'shimchasiga hali masalan klimat kontrolni ham boshqarsangiz bo'ladi. Mana bu mashinani panorama lyukini, panoramasini ochib yopsangiz ham bo'ladi. Mana shu knopka orqali hamma joyi boshqariladi. Bu yoqda deflektorlar bor, lampochkalar bor, xullas mashinaga qulaylik keltiradigan hamma narsasi mavjud. Eng zo'r tarafi esa mana bunaqangi xuddi samolyotda ketayotgandek sizda stolik bo'ladi. Ya'ni buni ustiga siz masalan telefoningizni qo'yib, masalan MacBook bo'lsa, MacBookingizni qo'yib yo'l-yo'lakay ishingizni ham qilib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, mana bu o'rtada esa ko'rib turibmiz 12 voltlik mana bunaqa prikuritel uchun joy bor. Pastki qismida esa ikkita mana bunaqangi ko'rinishdagi podstakanlikni ko'ra olasiz. Endi agarda siz masalan 4 kishi emas, 7 kishi bo'lsangiz, shundoqqina orqaga 3 ta odamni yuborasiz. 3 ta odamni yuborgan holatingizda ham orqada juda ham keng bo'lgan sideniyalarda 3 ta odam uzoq yo'lga ham mazza qilib ketishadi. Mana sideniyasini ko'rib turibsiz, o'zini yotish radiusi qanaqa hozir yotib turibdi. Uni ham masalan bitta mana shu arqonni tortish orqali ham regulirovka qilsa bo'ladi. Ya'ni bitta arqonni tortib, sideniyalarni bemalol mana ko'tarib qo'ysa ham bo'ladi. O'zingizga mos qilib shuni to'g'rilab qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqda qulayliklardan, men hozir kameradan olib ko'rsataman. Bu yoqda qulayliklardan ko'rib turibsiz, o'zini USB portlari bor, kolonkalari bor, deflektorlari bor, lampochkalari bor. Xullas o'rtada o'tirib ketadigan odam uchun ham mana bunaqangi nanosi bor, remeni ham bor. Xo'p, bu tarafda ham xuddi shunaqa kolonka, USBli и podstakannik. Ikkita, bu tarafda ham ikkita podstakannik. Qo'shimchasiga mana bunaqa cho'nchaklari ham mavjud. Xo'p, avtomobilni o'zingiz ko'rib turibsiz. Ichki taraflama avtomobil juda ham komfort. Ya'ni bu mashina hech qanaqangi liniyaga qo'yilmaydi. Maxsus bizneslarga olinadi, maxsus bir odamlarni tashishga olinadi yoki bo'lmasam tur firmalarda
o'sha turistlarni, ya'ni premium tur firmalarda turistlarni tashish uchun aynan shunaqangi mashinalardan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa oilangiz katta bo'lsa, o'sha oilangizni komfortli holatda tashish uchun ham mana shu avtomobilni sotib olsangiz bo'ladi. Eng qiziq joyi esa hozirgi shunaqangi tipdagi avtomobillarning orasida adashmasam narxi juda ham qulay bo'ladi. Narxi, ya'ni boshqa mashinalarda taxmin qilib aytishim mumkin. Masalan, boshqa firmalarning shunaqa katta mashinalari bor, 50 mingdan qimmat bo'ladi, 60 mingdan qimmat bo'ladi. Yoki bo'lmasam, agar siz juda ham o'sha Xitoyning premium mashinalariga qaraydigan bo'lsangiz, minivan emas, crossover bo'lgan, o'sha li mashinalarga qaraydigan bo'lsangiz, ular 60 ming, 70 ming atrofida bo'ladi. Bu mashinaning narxi esa unaqa darajada qimmat emas. Deymanda, narxi qancha edi? 23 ming 500 ming. Jack RF8 avtomobil, ya'ni mana shu minivanning narxi esa 423 million 800 ming so'mni tashkil etadi. Bu degani avtomobilni siz taxminan nima deydi? Taxminan hozirgi kundagi Malibu narxiga sotib olasiz. Xuddi shunaqangi 2 turbo dvigatel bo'ladi, lekin siz 5 kishi emas, bemalol 7 kishi bilan mana shunaqangi katta mashinada uzoq joylarga mazza qilib borib kelsangiz bo'ladi. Butun oilangiz mana shu avtomobilga bemalol sig'adi. Agarda sizga mana shu avtomobil qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizning raqamlarimizga qo'ng'iroq qilsangiz, menejerlarimiz sizga to'liqroq ma'lumotlarni aytib o'tishadi. Hamda avtomobilning narxlari, uni sotib olish yo'llari, boshqa mashinalarning narxlari, xullas sizga kerakli bo'lgan barcha informatsiyani menejerlarimiz berib o'tishadi. Video yoqqan bo'lsa, like hamda podpiska tugmasini bosishni unutmang. Bizni keyingi videolarimizni kuzatishda davom eting, chunki boshqacha modellari juda ham ko'p.